Bugun biz ko'pchilikka Misrda tug'ilib o'sgan, Misr ahlining iftixori, Misr diyorining muftisi va qozisi bo'lgan, o'z zamonasidagi mashhur mujtahid, faqih, islom ummati u kishini Shayxul Islom, imom, hofiz, olim degan nomlar bilan ta'riflagan mujtahid imom Lays ibn Sa'd rahimahullohning hayotini tunishtiramiz. İmam Lays ibn Sa'd hijratning 94-yili Misrning Qalyubiya degan yerisida dunyoga kelgan. U kishining oilasi Eronning Isfahon shahridan ko'chib kelgan bo'lib, Imom Lays Misrda tug'ilib, Misrda o'sib yetilgan. Misr va Hijaz orasida nurg'unlagan olimlarni ustoz tutib dars olgan. Imom Lays ibn Sa'dning ilmlik safari hijratning 113-yili 20 yosh vaqtida boshlangan bo'lib, Ibn Shihab az-Zuhri, Ato ibn Abi Rabah, İbn Abi Mulayka qatarlıq şu zamanның muhaddis və faqihlərinin ən məşhurlarını ustoz tutqan. Tarixshunoslar İmam Lays ibn Sa'dның nurg'un ulamolarni ustoz tutqanligi, ularning ichida 50 dan ortiq tabiin, 150 dan ortiq tabiiy tabiin borligini xotirlagan. Mashhur tabiin ulamolarning huzurida uzun mezgil ilm olgan İmam Lays ibn Sa'd mujtahidlarda buluşqa tegishlik o'tkir zehn va kuchli yoddash quvvatini yetildirgan. Fiqh va hadis sohasida aytgan har bir so'zi e'tiborga ilinib, hujjat hisoblangan biriga aylangan edi. İmam Ahmad ibn Hanbal mundoq deydi: Misr ahlining muhaddislari ichida Lays ibn Sa'dning hadislari eng sahihdir. İmam Shafiy mundoq deydi: İmam Lays İmam Malikdan faqihroqdir. İmam Lays ibn Sa'd mustaqil bir mazhab pitoti shakllantirgan. Ana shu kunlarda o'zining olimligi va sahiyligi bilan butkul musulmonlarning hurmatiga erishgandir. Shunga İmam Lays o'zining butkul hayotini Allah yo'lida sarf qilishga bag'ishlaydi va o'zining har bir kunini xayrlik bo'lgan 4 xil so'ringa taqsimlaydi. Eng avval xalifa hazratlarining huzurida bo'lib, qozilik qilish orqali amr ma'ruf qiladi. Padişahning so'rindan qaytib, hadis va fiqh o'rganish uchun kelgan taliblarga fiqh va hadis ilmini o'rgatish bilan mashg'ul bo'ladi. Ilm so'rindan bekor bo'lgandan keyin Allohning kitobi haqida har xil masalalarda fatvo so'rab kelgan kishilarga fatvo beradi. Kishilarga ma'naviy jihatdan ta'lim-tarbiya berishdan bekor bo'lgandan keyin hojatmand kishilarning moddiy ehtiyojlarini qamdashga tirishadi. Chunki Imom Lays ibn Sa'd ilm Allohning ilmidir. Shunlashqa uni boshqalarga o'rgatishimiz kerak bo'lganidek, ilkimizdagi barcha mulkmi Allohning. Shuning uchun mal dunyoning xayr ihsonlarini ham hojatmandlarga vaqt-vaqtida berib turishimiz kerak deydi. Bir kuni uning yoniga bir hojatmand ayol kelib mundoq deydi: "Ey imom, balam bir qancha kundan beri sog'siz bo'lib og'rib qoldi. Bugun o'zining hasal egisi borligini aytgan edi. Sizdan hasal bo'lsa beramnikin deb keldim" deydi. İmom xizmatchisini u ayolga bir to'lim hasal berishga buyurdi. Xizmatchi u ayolning kichik bir qochini ilib kelganligini ko'rib, imomga u ayol bizdan ozgina hasal so'rab kelibdi. Ilib kelgan qochisi bek kichikkan deydi. İmom u ayol o'ziga tushliq so'raydi. Biz o'zimizga tushliq beramiz. Bir to'lim hasalning hammasini bergan deydi. Umuman qilib aytganda İmam Lays ibn Sa'd uningdan dunyolik so'rab kelgan hojatmanlarning qo'lini hargiz quruq qaytarmaydi. Islom ulamolari İmam Lays ibn Sa'dni olimlik, ustozlik, faqihlik va muhaddislikdek, shundaqla sahiylikdek buyuk fazilatlarni o'ziga jamlagan biridir deb ta'riflashadi. Hurmatli mujtahid Shayxul Islom İmam Lays ibn Sa'd hijratning 175-yili Misrda vafot bo'ldi. Xolid ibn Abdussalam as-Sadafi bu kishining vafoti haqida mundoq deydi: "Men İmam Lays bilan ham suhbat bo'ldim va u kishining janoza namoziga dadam bilan qatnashdim. Men shuningdan keyin u janoza namozidanmi cho'ngroq, uningdanmi ko'p kishi qatnashgan yana bir janoza namozini ko'rib boqmadim. Kishilarning intoyin qayg'urganligini va bir-birisiga sabr tilishib yig'layotganligini ko'rib, dadamdan bu kishilarning hammasi bu meyitning egisimi? Shunlashgan mushunda qayg'uryaptamdi deb so'radim. Dadam menga: "O'g'lim, vafot bo'lgan kishi Imom Lays ibn Sa'd. U kishi zehni o'tkir bir ulamo, ko'p xil fazilatlar mujassamlashgan, nihoyatda qo'li ochiq, mard, saxiy kishi edi. Endi uningdek birini ko'rolmaymiz" degan edi. Bu vaqtda hijratning 175-yili Shaban oyining 15-kuni juma bo'lib, imom Qohiraga dafn qilindi. Alloh taolo Imom Lays ibn Sa'ddan rozi bo'lsin. Shundaqla yuqorida tilga ilingan yoki tilga ilinmagan, mazhablari tarqalgan yoki tarqalmagan barcha imomlardan rozi bo'lsin.